Teşekkür Hurmatlar. Hamma qaysi biring mana shunaqa Chunki gruppovoy bo'ladi-da bu. yerga nimaga yotqizyapti? Yerga nimaga yotqizyapti? Mani oyoq bir tomonim tortib ketdi, ketyapti turdi. Oyog'im ketdi, shu bir tomonga ketdi, yiqilib ketdi. Uni kamerada ko'rsa ham bo'ladi hammasi. Men o'zicha qilgan odam unaqa yiqilmaydi. Manoqlarim ko'karib shilinib ketdi. Mana qo'llarim mana ko'karib ketdi. Nima deb o'yladi? Mas'uliyat bormanda. Ular nima deb o'yladiki, mitingni bizga Asabdan ketdim men, o'zimni tashlab yubordim. Men o'z shantaj qiladigan odam emasman. Bor o'sha telefonini olib ko'rmoqchi edim. Olib qo'yib politsiyaga topshirib yuborardim. Nima bo'lsa, ish taraf to'laganimda o'sha telefonni olib turib topshirib yuborardim. Ichida hamma yo'q bor edi. Bular nima qilyapti, nima qo'yyapti, hammasi bor o'shaning ichida. O'sha qizni telefonining ichida bor. voy nozini ko'kargan joylarini aytib bering. Nima deyapti bular ko'kargan joylarini ayting dedi. Bor ayindan so'ra. Biz senga ekspertizmadik. Yo uni ochib olib ko'ribmizmi ishtonlarni ichini ochib. Buni o'rab qo'ygan nimasini ochib ko'ribmizmi yo uni yo buni tajjanjal qilishganda bor ekanmiz biz. Biz morgda yuzini ko'rganmiz xolos. Undan keyin ishlar chiqqan joyini ko'rganman. Anora o'zi biladi, juda yaxshi biladi Anora. Anorani o'zi ham yuvgan. Nima aytmabdi? Aytsin Nima aytmabdi? Aytsin. Agar ko'rgan bo'lsa, ko'rgan ekanmi, ko'tlarini bunday ham yo'qini ochib ko'rgan ekanmi? 20 cheshop bo'lgan. 29 qani? Nima ular? Anora o'zi gapirsin. Aytdi-ku, siz yumadingiz to'g'ri bir chekkada turdingiz dedi. Men da'vashi qo'shishama, qo'lini ushladim xolos, aytdimmi? Ko'rgan joyim ham yo'q. Nima o'shani aytmabdi Anora? Nima videolarda to'xtatmabdi? O'chiringlar, nimaga sen adolat so'ramading men uchun? Ayol bo'lsa, 3 ta bolang bo'lsa. Nima so'ramading? O'lib ketgan odamga sen adolat so'rayapsan. So'rar. Nimaga menga so'ramayapsan? Sen ham ona ekansan. Qo'lini Sana surating chiqdimi? Ha, yuvmasdan sassiq holiga jo'natish kerak edi, to'ppa-to'g'ri. Sitorachi deydi, Sitora. Boshini ko'rdim o'rtoqlar. Labini ko'rdim, oyoqlarini ko'rdim. Men hech kim javob berishga haqqim nima majburiyat emasman, lekin Pokistonliklar aytdi, nima deydi, plastinan tagidan qarasanglaring gunohkor bo'lasanlar. Mashta ko'rganingni gapirishga hech kim qo'rqqan yo'q, hech kim qo'rqmaydi. Endi bo'yi kelsin. Allohning oldida ham bandasini oldida ham mana shuncha gunoh qilganim yo'qman. Men o'zim mana shunaqa qilib, men aybdor qilibman. Men piyeja. Qayejalarchi, mana videoni chiqarish, qayejalar. Siz nima yordamsiz? Koreyka nima dedi-ki Koreyka? Pastga hamma samoningiz Sitoraga adolat deb yozdim. Hamma. Yozinglar. Adolat chiqib bo'lgan. Bosamiz. Men adolatni tan olganman o'rtoqlar, biz tan olganmiz. Ular o'zini o'zi qilyapti. Qo'yavering. O'likni kesib yurtgandan ko'karib, biz o'lik birinchi marta hayotimizda ko'rdik. Ha, o'lik shunaqa bo'lar ekan dedik. Biz o'lik ko'rib yurgan odammizmi? Adolat. Adolat deb yozgan, Farida Sitoraga adolat deb yozganlarga podpiska bo'lib qolamiz. O'rtoqlar, men adolatni ana shu insonlar yaxshi insonlar, chunki Allohning qalbi bor, qalbida Alloh bor ular. Kulmanglar, bu kulgili. O'rtoqlar, ular yig'lasin, biz yig'laydigan ish qilmadik. Meni suratlarim chiqib ketganiga adolat. Faqat kulamiz. Meni suratlarim tushish uchun, mana shu narsalarda kechirim so'rashlari uchun, o'shalar qilgan ayblar uchun pushaymon bo'lish uchun adolat. Tiriklarga adolat. So'kishib chiqarishasan, endi chiqarganing ham men ustingdan. O'rtoqlar, dengizga qarab kofe ichsanglar mazzami qaranglar. Qo'ying. Yo'qol haromini bolasi. Barini inab ket, jalab xonadoni inab ket. Kim yozyapti? E'tibor bermayman. O'rtoqlar, bitta narsa o'zimiz uchun oldik. Mani sariq sochimni gapirishyapsan. Sariq sochimni gapirishma. Bu sariq soch tagidan chapul kirib ketgan, ifloslar.
Miyam ichidan boshlangan, miyam ichidan. Qilaversin, zapis qilaversin. Qilaversin. Zapis qilganda xohlasa yoqib bo'lsa bo'ladi Instagramda, TikTokda. Qilaversin. Ularda qilmaydi xohlasa. Rasmga ham ololmaydi. Mana oddiy davlat tomonidan chaqirilgan ayol ham aybdor bo'lib ketdi-ku.